Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Bugun rolikimiz 9 qavatli liftli binoni 5-qavatida 2 kanal joy chiqdi ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay. Detishki plashatkalarni ega, hamma o'ja qulayini ko'rishlaringiz mumkin. Domli ko'rinishlarni. Bu yerda gaz, svet, sudan muammo yo'q, transport bo'yicha muammo yo'q. Bunda parkovka joylari ham bor. Endi ko'p odam biladi, hurmatli obunachilar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizda ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar. Srochnik zudlik bilan sotiladi. Yevro remont. Hurmatli obunachilar, 9 qavatli binoni 5-qavatiga yetib keldik. Giraverishimiz kafe ekan. Shonalarimiz sotiladi. Bismillah deb kiramiz, xudo xolasa. Giraverishimiz prixoshkalar qo'yilgan, domofonlari bor. Полностью yevro remont ekan, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay. Giraverish yerimizda eng отдельный avtomatlari qo'yilgan. Aboylarimiz ham mo'yishli aboylar qo'yilgan. Sanuzel, spalni, oshxonamiz, zalimiz ekan. Bu yerda ayrim jihozlari qoladi ekan, hurmatli obunachilar. Uning ichida qaradonlar, gilamlar qoladi, jaluz perdalar qoladi, konditsioner qoladi. Qanday ikkitaladi, hurmatli obunachilar. Eshiklarimiz ham yaxshi, sifatli eshiklar qo'yilgan. Yerimiz sanuzel, banimiz kafeldan chiqqan. Vannamiz qo'yilgan, unitazimiz, ummanligimiz, hatto yana aristonimiz ham qo'yilgan ekan. Hamma o'ja qulay, hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Zalimiz, oshxonamizning bu tarafdan ham ko'rsataman. Bir xo'shga joyimiz ham keng. Bu yerimizning zal joyimiz. Zalimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 4 5,5 ekan. Jaluz perdalar qo'yilgan, miyahkilar qo'yilgan, polnisti. Hamma o'ja qulay. Aboylarimiz ham cho'tki xilidan qo'yilgan ekan. Endi bu zal qismimiz. Bu o'zidan ikkita gilam qoladi jaluz bilan. Svetlar polnisti montaj bo'lgan, suvlar polnisti ishab turibdi, gaz, svet hamma o'zidan muammo yo'q. Narishchiklari bilan qo'yilgan. Bu yerimiz oshxona qismimiz. Oshxona qismimizdan jaluz qoladi, kuxni qoladi ekan. Hamma o'zi yangi ekan. Ataplenamiz ham yangi. Panakoniklar qo'yilgan. O'tiradigan mehkalar ham qo'yilgan, polnisti. Elektronik dimoxodlar ham qo'yilgan ekan. Hamma o'ja qulay. Moykalar ham yangi, ko'rishingiz mumkin. Gaz plitalar ham yangi, hurmatli obunachilar. Biz bu yerda yasamalla har vaqtdan bir kelib ketganlar. Qarab turganlar kvartira qo'yishdi. Hurmatli obunachilar, spalni joyimizni ham ko'ramiz hozir. Bu yerimiz. Ya'ni sho'chiklarimiz duribdi. Spalnimizda televizorimiz qo'yilgan. Spalnimiz, komplektlarimiz, garniturlarimiz, polni, turmalarimiz qo'yilgan. Konditsionerlar ham bor. Hatto bu yerda balkon ham bor. Bu yer ham jaluzlik qo'ygan, hurmatli obunachilar. Kelsangiz televizorni ham qoldiradi. Aytamiz, xudo xolasa. Shuning uchun massajgan ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Narxini ekranlarda yozib qoldiramiz. Kadastr hujjatini ega, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda ko'rishguncha deymiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilsin, like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.